Ondan men tövende 4 xil samimiyet deyman. Samimiyetning 4 bosqichi. Birinchi bosqich nima deganda axloq shakllantirish, ya'ni eng yuqori axloq shakllantirish uchun bundaq 4 bosqichni besib o'tamiz. Birinchisi yüzünün raskipini yüzüge dep biriş. Muhim ama. Yüzünün raskipini yüzüge dep biriş. Yüzünün raskipini yüzüge dep biriş degen nemesi nurgun adamlar yüzünden keçip yürüydü. Yüzünü kubul kılanmaydı. Yüzünün bazı aciz dep oylagan yerlerini kubul kılanmaydı. Yüzünün kemtük degen yerlerini kubul kılanmaydı. Meyli akli cihetten, meyli cisman cihetten. Men şu nurgulluğun buyu paka ballarının yüzüne kemsigallıqını gördüm. Men bunu külüp kettim. Agar dünyada hemminaz okşaş yaratılsa dünyanın hiç qanday kızıqı olmaydı. Tüyge intan igiz sat yaratıldı. Paka kiçik yaratıldı. Şır erxil. Ama bütün hayvanatlar dünyasında men hazır kadar tehi tüygünün şırga bas qilganini, şırның pilga bas qilganini, yılanның qushulab qolmaganlik uchun azaplanganini, yoki qushlarning biliq bo'lib qolmaganlik uchun azaplanib ko'rib. Faqat insonning o'zining boshqa odam bo'lib qolmaganligidan azaplanayotganligini, shu tufayli o'zini yaxshi ko'rmayotganligini, shu tufayli o'zidan bezor bo'lganligini his qildi. Demek nurgun adamlar o'zining yarilish holatidagi mush holatini yaxshi ko'rmaydi. O'zini qabul qilolmagan. Men shundoq deymanki, agar men odam bo'lmay bir ishti bo'lib tug'ilib qolgan bo'lsam, men hargiz odamga havas qilmay yaxshi ishti bo'ldim deyman. Katta padillarni qo'g'daydigan sadiq bir ishti bo'ldim deyman. Yaxshi ishti. Men bo'rgim havas qilmaydi. Agar men bir qurt ulab yarilib qolgan bo'lsam, eng katta qurt bo'ldim. Qattiq qurt. Noch qurt bo'ldim. Men hargizmi meni yeyvesim, yeyitadigan qushlarga havas qilib yurmaydim. Chunki men qurt ulab yaralgan. Shu nurg'un odamlar o'zini mana shundoq qabul qilmaydi. Nima desa, ularning ko'z qarashida o'lchamlik odamlar, boshqa odamlar bo'lganlik uchun ular o'zini boshqalarga selishtirib olganlik uchun doim o'zini o'ylagan vaqtda ko'ngli yerim bo'lib qoldi. Amaliyotda dunyo har xil bo'lganlik uchun go'zal bo'ldi. İnsan o'zini qabul qilgan vaqt, o'zini yaxshi ko'rgan vaqtdan tatiblar boshqalarni o'rmak qilgan bo'ldi. Ammo siz o'zingizni yaxshi ko'rmisiniz? Siz o'zingizni yaxshi ko'rmayotgan yerda boshqalarning sizni yaxshi ko'rishdan eg'zi chiqimi bo'lmaydi. Bu birinchi samimiyat. O'zining raskipini o'ziga deb berish. İkincisi, buningdan alqalgan odam ondan o'zining raskipini boshqalarga deb beroladigan bo'ladi, erkin bo'ladi, o'zini yushirishdan saqlanadi. O'zining raskipini boshqalarga deb berish. Buningga biz ma'nodan olqib anda o'tamiz. Ya'ni, masalan, bir paka tug'ilib qolgan yoki semiz tug'ilib qolgan yoki bo'lmasa chiroyi o'zining ko'z qarashida sat deb o'ylab olgan odam avval o'zining go'zalligini his qila olsa, mening bunda ortiqchiligim bor ekan-ku deb o'ylay olsa. Chunki biz qurutni zanglik qilamiz. Agar qurutlar qush bo'lsa, biz chuqur qushni yaxshi ko'ramiz. Ammo qurut bu maslik unda qaramaydi. Qurut o'zini eng go'zal deb o'ylaydi. Ya'ni butun dunyodagi hayvonlar menga o'xshamaganlik uchun ular baxtsiz deydi. Biz-chi desa, biz boshqalarga o'xshayolmaganligimiz uchun o'zimizni baxtsiz deymiz. Biz o'lchamni boshqalarga qo'yamiz. Qurutchi desa, hamma hayvonlar menga o'xshamaydi ekan. Men o'xshayolmaganlik uchun ular baxtsiz deb o'xshamagan deylikdik ama. Har bir odam o'lcham. Siz hargizmi o'zingizning boshqalarga o'xshayolmaganligidan emas, boshqalarning sizga o'xshamaganligi uchun boshqalarni tek baxtsiz deb o'ylasangiz bo'ladi. Mana shunday bir xil ishonch. Shu vaqtda siz o'zingizning raskipini boshqalarga deb bersiz, bu vaqtda kishilardimi sizga nisbatan bexatarlik tuyg'usi bo'ldi, o'zingizdimi yengillashingiz bo'ldi. Bu samimiyatdan keyin biz
boshqalarning raskepini o'zimizga deb bera oladigan bo'lamiz. Bu nima degan gapsa, o chaqda biz o'zimizga o'xshamaydigan, yoki bo'lmasa o'zimizdan kuchli, o'zimizdan kelishgan, o'zimizdan bilimlik odamlarni e'tirof qilishni o'rganamiz, ularga hasad qilmaymiz, ularni yaxshi ko'rishga boshlaymiz. Bu 3-chi samimiyat. Boshqalarning raskepini o'ziga deb berish. Nurg'un odam boshqalarning raskepini o'ziga deb bermaydi. Bu deganlik e'tirof qilolmaydi. Bu 3-chi bosqichda keldi. 4-chi desa, ondan etika. Etika deganimiz bu axloq. Boshqalarning hamda raskepini boshqalarga shu peti deb bera oladigan bo'lamiz. Yani başkalarını kemsitde burmulap çöndürmeyimiz, başkalarının yalgan gipini rast kılıp rast gipini yalgan kılmayımız. Yani başkalarının rast gipini başkaları dep beriş. 4-chi samimiyet. Demek bu yerdeki ahlak deganimiz emniyet tüp yetse öpeykandı psixiki mesele o. Eğer bu xil psixikilik meseleden ötmey turup, yalgandın, yoki bo'lmasa qo'rqash orqali axloq shakllantirganda bu xil axloq haqiqiy axloq bo'lmasdan balki axloqsizlikning yushurinishi hisoblanadi. Shunga biz eng yuqori axloqqa yetishimiz uchun birinchi samimiyatni ishga oshirishimiz kerak. O'zingning raskepini o'zingga deb ber. Mesning oy kelib chiqishing qandoq bo'lsin, iqtisodiy ahvoling qandoq bo'lsin, badan alomating qandoq bo'lsin. Mush holatingni sen avval nima qilishing keraksa, men mush ekanman deyalishing kerak. Bu jihatda mening bir do'stim bor, Veli deydi, Abduveli Abliz deb. Bu bal intayin zirik, uning masalalarga ko'z qarashimi meninkidan o'tkir bola bu. Mana bu jihatda eng yangiligim bola. Yani bunun kichik vaqtida buni umaq, chiroy seriqroq qilibdi. Kichik vaqtda hamma odam o'zining bu xil seriqlik tufayli, boshqalarga o'xshamaganlik tufayli beyaram bo'ldi. Biroq bu bola cho'si o'zini yangiligi. Yani u o'zining bir xil seriq, ko'zining bir xil boshqalarga o'xshamaganlik tufayli bir faxrlik his qila oladi bu bola. Ama nurg'un bolalar cho desa, men nurg'unlik oraliqda seriq bolalarni ko'rdim, chiroyi yoqimiz. Ular doim kishilardan qechib yuradi. Nima ish qilsa boshqalarga o'xshamaganlik uchun. Biroq bu bola cho'sa dal boshqalarga o'xshamaganlik uchun bir xil faxrlik his qila oladi. O'zini yangiligi. Shu bu odatda o'zini boshqalarga bevosita tushundira oladi va o'zining kuchli odamlarni qabul qila oladi va o'ziga o'xshamagan odamlarni qabul qila oladi. Atalmış normal kishilar cho deganda atalmış normal kishilar doim o'ziga farqli bo'lgan odamlarni ayiblaydi. Ve uning eng chong ortiqcha nimasi boshqalarning raskepini boshqalarga shu pet deb beradi. Bu xil odamlarda ko'z iqtidori kuchli bo'ldi. Bu xil odamlar garchi bekjiq pul tep ketmasmi, ammo hayotida bekjiq puli bor deb yashaydi. Mundaq aytganda boy yashaydi deydi.